خلاص اتسا برونی رب الافلاک خلاص اتسا برونی رب الافلاک قالور تاغ آسیده اوندن چقر پاک. اگر الله سبحانه و تعالی برکشنه نجات بیرمن دسه، اگر الله سبحانه و تعالی برکشنه دشمن قولدن بولسن ما، یا که برکشنه مصیبتن بولسن ما، یا که برکشنه یه نبر نرسدن بولسن ما خلاص قلمن دسه هیچ که اونه دامن olmaydı. Qarang bu yerga bir qissani olib kelgan musannif rahmatullohi alayhi. 3 kishi handivol bo'ldi, bir tashda ketib borayotdi ki taqdiri azaldan jovun keldi. Jovunni boshladi. Bular baxotirki jovun dostiga qolmasa, baxotirki ustlari ho'l bo'lmasa, borib bir g'orga dashindi. Vaqtiki g'orning ichiga kirdi, tog'ning ustidan bir tosh dingrab kelib, qorda uzatib tushib, qorda o'zi jabılib qoldi. Bular bu ishkarda qolib ketdi. Tosh ham shuncha katta toshki, aslan bular uni sho'r bera olmaydi. Bular bir-birlariga qarab aytdiki, endi nima ish qilamiz? Endi kim bizni dodimizni eshitadi? Bu dashtda ne bir odam bor bu yerda, ne bir hayvon bor bu yerda. Faqat bizni bir kishi ko'rib to'xtaganki, bu Alloh subhanahu va taolo. Bir-biriga aytdiki, yaxshilik qilganlarimizni Alloh subhanahu va taolaga vasila qilamiz, toki Alloh subhanahu va taolo yaxshiliklarimiz sababi bilan mana shu yerda bizni qutqarsin. Birtasi Alloh subhanahu va taolaga qarab aytdi: "Ey Alloh subhanahu va taolo, meni mol va mavoshilarim bor edi. Bularni ertan olib borib dashtga ho'llatib, oqshom olib kelib bularni sovib, sutidan avval oti yenama bergichadim. Undan so'ng undan qolganini bolalarimga bergichadim. Bir kuni kecha mollarini sovgandan keyin kechroq keldim, mollarini sovdim. Xohladimki ota-onamga buni avval sutini bersam, ammo mutaassifona ota-onam uxlab qolgan ekan. Ota-onam uxlab qolgan ekan. Avval oqshomdan ertagacha oyoqlarini ostiga faqat sutni qo'lima olib tikka to'xtadim. Bolalarim har qancha aytdiki, ota bizga sut bering, lekin bolalarimga bermadim. Toki erta bo'ldi. Ey Alloh subhanahu va taolo, agar men mana shu ishni siz uchun qilgan bo'lsam, shu toshni shu yerdan ko'taring. Alloh subhanahu va taolaning qudrati bilan tosh biroz nariq ketdi, lekin ochilmadi. Yana birtasi aytdiki, ey Alloh subhanahu va taolo, necha yil oldin ocharchilik keldi. Men amakimning qiziga shavqi edim, amakimning qizini ko'p yaxshi ko'rardim, lekin amakimning qizi meni qabul qilmas edi. Vaqti ocharchilik keldi. Meni oldimga amakimning qizi kelib aytdiki, ey faloni, Xudo uchun bir non bergin toki biz ochdan o'lmaylik. Men aytdimki, bir non beraman, lekin meni bilaman, xo'p, yomon ishni qilsang. Tushundilaringizmi dedim? Meni bilaman yomon ishni qilsang, ya'ni meni bilaman agar zino qilsang, non beraman. Bo'lmasa bermayman. Tushundilaringiz nima deyman? Ammo u qabul qilmadi, aytdiki, yo'q, men Allohdan qo'rqaman. Qiz ketdi. Yana ikkilamchi marta keldi. Mana shu holat. 3-marta keldi. Qiz ochligidan bir azob bilan yo'l yurgishadi. Ba'zob yo'l yurgishadi. Oxir aytdiki, bugun majburman. Majburman seni aytganingni qabul qilaman deb rozi bo'ldi. Undan so'ng vaqtiki qizni ikki oyog'ini o'rtasiga o'tirgan edim, qiz aytdi: "Ey falon, Allohdan qo'rqin. Nikoh bo'lmasdan qariblamagin. Avval meni bilan shar'iy nikoh qil, undan so'ng menga qariblagin. Bo'lmasa sen mardsan, sen Allohdan qo'rq." Vaqtiki qiz bunday dedi, ikki oyog'ini o'rtasidan turib keldim. Men aytdim: "Ey Alloh, meni kechirgin. Ey Alloh subhanahu va taolo, agar mana shu ishni seni uchun qilgan bo'lsam, shu toshni mana shu yerdan ko'targin." Tosh yana biroz ochildi, lekin shuncha ochildiki odam bu yerdan sig'mas edi, odam chiqib keta olmas edi. Yana birtasi aytdiki, ey Alloh subhanahu va taolo, necha yil oldin bir mardikor menga ishladi.
necha vaqt ishlagan so'ng haqqini olmay ketdi. Haqqini olmay ketdi. Men uni haqqini olib mol oldim, unga cho'pon oldim, ishlatdim. Necha yil ishlatdim, buni moli ko'p bo'lib ketdi. Necha yildan so'ng yana shu kishi qaytib keldi. Menga aytdiki, "Ey falon, necha yil oldin men senga ishlagan edim, o'sha haqqimni bergin bugun." Men o'sha haqqimni ortidan kelganman. Men unga aytdimki, "Mana shu gallaniki ko'rasang, mana shu qo'ylar, mana bu tonalar, mana bu cho'fon, hammasi seniki. Olib ketgin." Bola aytdiki, "Sen meni masxara qilasanmi? Men senga necha yil oldin bir ozgina ishlaganman. Faqat men aytamanki, mana shuni pulini bergin. Sen menga aytsang, mana qo'ylarim, mana galani olib ketgin." Men aytdimki, "Yo'q, sen ishlagan eding, to'g'ri. Ana shu vaqt men seni pulingni olib ishlatdim. Puling mana bu vaqtgacha buncha ko'p bo'ldi. Shular hamma seniki. O cho'pana ol kishi ham mollarni olib ketdi. Ey Alloh subhanahu va taolo, agar men shu ishni sening uchun qilgan bo'lsam, mana shu toshni, shu g'orni og'zidan ko'tar degan palla Alloh subhanahu va taolani qudrati bilan tosh g'orni og'zidan ko'tarildi, g'or ochildi, bular bu yerdan najot topdi. Qarang, agar Alloh subhanahu va taolo xohlasa, agar Alloh subhanahu va taolo istasa, agar Alloh subhanahu va taolo iroda qilsa, har bir qiyinchiligimiz bo'lsa, undan bizni najot beradi Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taolo bu dunyoga bizni olib kelgan yo'q, toki biz bu dunyoga mushaqqatni ostida bo'lsak, toki biz hamisha qiyinchiliklarning ostida bo'lsak, toki biz hamisha bu dunyoga zulm qilsak yo'q. Agar biz zulm ko'ramiz ham, agar biz qiyinchilik ostida ham, agar biz mushaqqatni ostida ham, hammasi o'z qo'limizdan. Hammasi o'z qo'limizdan. Agar biz Alloh subhanahu va taolaga ruju qilsak, agar biz qo'limizni Alloh subhanahu va taolo ko'tarib, yurakni ostidan duo qilsak, agar biz Alloh subhanahu va taolo qo'limizni ko'tarib ko'zimizdan yosh to'ksak, har narsani xohlasak, agar mumkin bo'lsa, mana shu dunyoga Alloh subhanahu va taolo uni beradi. Lekin mutaassifona Alloh o'zi rahim qilsin. Bugun biz o'zimizni musulmon deymiz, o'zimizni mu'mini komil deymiz. Lekin Alloh subhanahu va taoladan uzoq bo'lib ketgan. Alloh subhanahu va taolaning aytganlarini bajarmaymiz. Alloh subhanahu va taolaning aytganlarini qilmaymiz. Alloh subhanahu va taolaning aytganlaridan xeyli uzoq bo'lib ketdik. O'zimizni jumib faqat musulmonmiz. Lekin ishlariki biz qilamiz, uni bizga Alloh aytgan yo'q. Ishlariki biz qilamiz, uni Alloh subhanahu va taolo bizdan istagan yo'q u narsani. Shuning uchun bugun biz ustimizga zulm bo'ladi, biz ustimizga mushaqqat ham keladi biz ustimizga, qiyinchilik ham keladi biz ustimizga. Hammasi o'z qo'limizda. Nechuk kim tutti tufon dashtu tog'i. Nechuk kim tutti tufon dashtu tog'i, walakin bulmadihul Nuh ayog'i. Qarang,